O'zimga xullas qadrdon bo'lgan o'zim mashinamni do'stlar sotyapman. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta ko'rib baho berasizlar. Ya'ni 4-pozitsiyada bo'lgan Lexus 3 mashina. Olib maza qilib minasiz, o'zim uchun qarab, yaxshi ko'rib, sevib xullas mingan mashina. Bu mashina o'zimning nomimda ko'pchilik mahalla kuylar biladi. Xullas ko'rganlaringdek mashinamiz Lexus fara oldilariga Mercedes fara qo'yilgan. Polni polirovka keramika bo'lgan. Kraskasi bitta mana shu qanotida bor, ichiga o'tmagan. Xullas olasiz, maza qilib minasiz. Mashinamiz gazga va benzinga yuradi. Motori umuman ochilmagan. Shu vaqtgacha o'zim biron marta ochmaganman, ochilmagan. Saloniga keladigan bo'lsa, Aquaprint bo'lgan, Malibu ruli bor, Malibu bari bor, 908 pulti bor. Magnitofoni original 725 Pioneer qo'yilgan. Xullas mashinamizni qonli xullas tuning qilib, ya'ni skromni qilib minganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, $8900 dan o'tib beramiz. Bemalol telefon qilasizlar, xudo xolasa o'zim obunachilarimga chiroyli narxda qilib, xursand qilib jo'nataman. Sog' bo'lasizlar.